Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qish mavsumida kommunal to'lovlar, isitish, dori-darmon, oziq-ovqat va davlat tomonidan beriladigan yordamlar hisobiga bir oilada yil davomida 2500 ming so'mgacha mablag'ni tejab qolish mumkin bo'lgan holatlar bor. Eng achinarlisi shuki, ko'pchilik pensionerlar bu imkoniyatlar haqida bilmaydi. Bilganlari esa hujjat topshirishdan qo'rqadi yoki baribir menga chiqmaydi deb o'tiraveradi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Nimalar o'zgardi? Kimlar e'tibor berishi kerak? Qaysi yordamlar avtomatik beriladi? Qaysilar uchun ariza yozish kerak? Qayerga borish kerak? Va qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Ularning farzandlari, kelinlari, nevaralari uchun ham juda muhim. Chunki ko'pincha pensionerning o'zi davlat dasturlari, subsidiyalar, kompensatsiyalar va ijtimoiy yordamlar bo'yicha yurib hujjat yig'a olmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men aytadigan narsalar oddiy maslahat emas, qish oldidan oilaviy budjetni saqlab qoladigan amaliy yo'l yo'riqdir. Oldin ko'pchilik pensionerlar uchun vaziyat juda oddiy ko'rinardi. Pensiya tushadi, avval kommunal to'lov to'lanadi, keyin dori olinadi. Undan keyin ro'zg'orga nima qolsa, shunga qarab yashaladi. Gaz, elektr, issiqlik, suv, dorixona, oziq-ovqat narxlari oshib borgan sari pensiya yetmay qoladigan holatlar ko'paydi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bor keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va qishloq joylarda yashaydigan keksa odamlar uchun qish mavsumi alohida og'ir davr bo'lib qoldi. Ilgari yordam olish uchun odam ko'p eshik qoqish kerak edi. Mahallaga boradi, hokimiyatga boradi, ijtimoiy himoya bo'limiga boradi, ba'zan bankka boradi, yana qayta hujjat so'raladi. Natijada ko'p pensionerlar men buni eplolmayman deb qo'l siltab qo'ygan. Ba'zilari yordam olish huquqiga ega bo'lsa ham ariza bermagani uchun hech narsa olmagan. Yana bir katta muammo shuki, odamlar yordamni faqat bir martalik pul deb o'ylaydi. Aslida esa yordam turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Kommunal kompensatsiya, moddiy yordam, oziq-ovqat paketi, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, sanatoriy yo'llanmasi, uy-joyni ta'minlashga yordam, ijtimoiy xodim biriktirish, yolg'iz keksalarga parvarish xizmati, isitish xarajatlari uchun qo'shimcha ko'mak. Hozir nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, ijtimoiy himoya tizimida ehtiyojmandlikni aniqlash, mahalla orqali ro'yxatga olish, elektron bazalar orqali ma'lumot tekshirish va ayrim yordamlarni manzilli berish kuchaydi. Bu nimani anglatadi? Endi pensioner men kambag'alman deb og'zaki aytish emas, balki uning real holati daromadi yolg'iz yashashi, sog'lig'i, uy-joy sharoiti, qaramog'ida kim borligi, kommunal xarajatlari va ijtimoiy holati inobatga olinadi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Tizim kuchaygani bilan siz o'zingiz ham harakat qilishingiz kerak. Chunki bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lishi, manzil yangilanmagan bo'lishi, oila tarkibi eski ko'rsatilgan bo'lishi, nogironlik yoki yolg'izlik holati hujjatda aks etmagan bo'lishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat. Pensioner ayol yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Lekin propiskada hali ham o'g'li, kelini yoki nevarasi turadi. Elektron tizim buni ko'rib, bu ayol yolg'iz emas, uyda bir nechta odam bor deb hisoblab yuborishi mumkin. Natijada u aslida yordamga muhtoj bo'lsa ham imtiyozdan chetda qoladi. Shuning uchun har bir pensioner va uning yaqinlari birinchi navbatda hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat bir-biriga mos kelishini tekshirishi kerak. Endi men aniq tushuntiraman. 2500 ming so'm tejamkorlik deganda nimani nazarda tutyapman? Bu hamma pensionerga bir kunda naqd 2500 ming so'm beriladi degani emas. Bu noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Gap shundaki, qish mavsumiga tayyorgarlikda va yil davomida mavjud yordamlar, kompensatsiyalar, imtiyozlar va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlaridan to'g'ri foydalansangiz, ayrim oilalarda umumiy tejash miqdori 2-500 ming so'mgacha yetishi mumkin. Masalan, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yolg'iz yashaydigan pensioner ayol bor. Uning pensiyasi shartli ravishda 1300 ming so'm. Qishda elektr isitgich ishlatsa, oyga elektr to'lovi 2,5 ming so'mdan 4,5 ming so'mgacha chiqib ketishi mumkin. Gaz bo'lsa, alohida xarajat, dori-darmon bo'lsa, yana 300 ming so'm. Agar u mahalla orqali ehtiyojmand sifatida ro'yxatga olingan bo'lsa, kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya yoki moddiy yordam olishi mumkin. Bundan tashqari,
agar sog'lig'i bo'yicha tegishli hujjatlari bo'lsa, dori darmonlar masalasida poliklinika orqali imtiyozli retsept yoki bepul dori olish imkoniyatini tekshirishi kerak. Agar bir martalik moddiy yordam 600 ming so'm, qishki kommunal xarajatga ko'mak 700 ming so'm. Dori bo'yicha yillik tejash 5 ming so'm. Oziq ovqat paketi yoki mahalla yordami 3 ming so'm atrofida bo'lsa, umumiy foyda allaqachon 2 ming so'mga yaqinlashadi. Ustiga ortiqcha tarif. Noto'g'ri hisoblangan qarz yoki eski hisoblagichdagi xatolik tuzatilsa, yana 300 ming so'm tejash mumkin. Ikkinchi misol, qishloqda yashaydigan er-xotin pensionerlar. Ikkalasi ham pensiya oladi, lekin uy eski. Derazadan sovuq kiradi, isitish uchun ko'p gaz yoki ko'mir ketadi. Bunday oilalar ko'pincha bizda 2 pensiya bor, demak yordam chiqmaydi deb o'ylaydi. Lekin har doim ham shunday emas. Agar oilada nogironlik, surunkali kasallik, yuqori kommunal xarajat, ta'mirtalab uy-joy yoki parvarishga muhtojlik bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali holat o'rganilishi mumkin. Bu yerda asosiy masala daromadning emas, daromad va xarajat o'rtasidagi farqdir. 2 pensiya bor, lekin dori darmonga oyiga 700 ming so'm ketsa, qishda isitishga katta xarajat bo'lsa, bu oilaning real imkoniyati past bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Pensioni ota o'g'lining uyida ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Yordam masalasida eng ko'p muammo mana shu yerda chiqadi. Chunki tizim ro'yxatdagi odamlarni oilaning bir qismi deb ko'rishi mumkin. Agar o'g'il rasmiy ishda ishlasa, tizim pensioner otani ehtiyojmand emas deb baholashi ehtimoli bor. Shuning uchun manzil oila tarkibi, haqiqiy yashash joyi va qaramog'idagi shaxslar masalasini aniqlashtirish juda muhim. Ba'zan odam yordam olmayotganining sababi uning huquqi yo'qligida emas, hujjatlari tartibga keltirilmaganidadir. 4-misol. Yolg'iz pensioner erkak bor. U doim dorilarni o'z hisobidan sotib oladi. Poliklinikaga borishga erinadi yoki baribir bepul dori yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim kasalliklar bo'yicha dispanser nazoratida turgan bemorlar, nogironligi bor shaxslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun bepul yoki imtiyozli dori olish tartiblari bo'lishi mumkin. Men har doim shuni aytaman, dorixonaga pul berishdan oldin oilaviy shifokordan aniq so'rang. Sizning tashxisingiz bo'yicha davlat hisobidan dori beriladimi? Qaysi ro'yxatga kiradi? Retsept qanday yoziladi? Qaysi dorixonadan olinadi? Agar bir oyda 100 ming so'mlik dori imtiyozli berilsa ham, yiliga 1 ming so'm tejaysiz. Bu pensioner uchun juda katta pul. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ikkinchi navbatda nogironligi bor pensionerlar. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotgan yoki farzandlari moddiy yordam bera olmaydigan keksalar. To'rtinchidan, uy-joyi eski, qishda isitish xarajati juda yuqori bo'lgan oilalar. Beshinchidan, doimiy dori ichadigan, surunkali kasalligi bor pensionerlar. Oltinchidan, pensiyasi past bo'lgan va kommunal qarzlari yig'ilib qolgan odamlar. Yettinchidan, hujjatlari chalkash, propiskada ko'p odam ko'rsatilgan. Lekin amalda yolg'iz yashayotgan pensionerlar. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, farzandlar birga yashab, real yordam berayotgan bo'lsa, uy-joy sharoiti yaxshi bo'lsa, sog'lig'i bo'yicha katta xarajat yo'q bo'lsa, u ehtimol ehtiyojmand toifaga kirmasligi mumkin. Lekin bu ham tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki ayrim imtiyozlar faqat kambag'allikka bog'liq bo'lmaydi. Masalan, yosh, nogironlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, alohida kasalliklar, yolg'iz keksalik, ijtimoiy xizmatga ehtiyoj kabi mezonlar alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Endi eng muhim joyga keldik, istisnolar. Xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchi xato, menga hech narsa chiqmaydi deb oldindan voz kechish. Men buni eng zararli fikr deb bilaman. Chunki yordam chiqishi yoki chiqmasligini qo'shni, tanish, bozordagi odam yoki ijtimoiy tarmoqdagi gap emas, rasmiy organ va hujjat hal qiladi. Siz ariza bermasangiz, tizim sizning muammoingizni ko'rmasligi mumkin. Ikkinchi xato faqat mahallaga borib og'zaki gapirib qaytish. Og'zaki murojaat yaxshi, lekin imkon qadar yozma ariza qoldirish kerak. Arizada qish mavsumida kommunal xarajatlarim oshib ketmoqda, pensiyam dori darmon va yashash xarajatlariga yetmayapti. Oilaviy sharoitimni o'rganib, menga tegishli ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki xizmatlarni belgilashni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Yozma ariza bo'lsa murojaat ro'yxatga olinadi.
javob berish majburiyati paydo bo'ladi. Uchinchi xato, kommunal to'lovlardagi qarzni tekshirmaslik. Ba'zan pensionerlar yillar davomida noto'g'ri hisoblangan qarzni to'lab yuradi. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, eski qarz boshqa davrdan qolgan bo'lishi. Uy egasi almashganda hisob-kitob yopilmagan bo'lishi mumkin. Qish oldidan elektr, gaz, suv va issiqlik bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni tekshirtiring. Qarzdorlik bo'lsa, qaysi davr uchun, qaysi ko'rsatkich asosida. Qanday tarif bo'yicha hisoblanganini so'rang. Agar xatolik bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishni yozma talab qiling. Bu ham real tejashdir. 4-xato, dori-darmon cheklarini saqlamaslik. Agar siz doimiy dori ichsangiz, har oy qancha xarajat qilayotganingizni isbotlay olishingiz kerak. Cheklarni, shifokor yozgan retseptlarni, tashxis varaqalarini, tahlil natijalarini bir papkaga solib qo'ying. Mahalla yoki ijtimoiy himoya xodimi holatingizni o'rganganda, men u yerga ko'p pul sarflayman degan gapdan ko'ra, chek va retsept kuchliroq dalil bo'ladi. 5-xato, farzandlar ro'yxatda bor, lekin yordam bermasligini tushuntirmaslik. Rasmiy tizimda farzandlar borligi ko'rinishi mumkin. Lekin farzand chet elda bo'lsa, o'zi ishsiz bo'lsa, alohida oilasi bo'lsa, siz bilan yashamasa yoki real yordam bermasa, bu holatni tushuntirish kerak. Kerak bo'lsa, mahalla davlatnomasi tuziladi. Haqiqiy yashash sharoiti o'rganiladi. Hujjatda ko'rsatilmagan real muammo davlat organiga ko'rinmaydi. 6-nozik jihat, ayrim yordamlar pul ko'rinishida emas, xizmat ko'rinishida bo'ladi. Masalan, yolg'iz keksa odamga ijtimoiy xodim biriktirilishi mumkin. Bu xodim oziq-ovqat olib kelish, dorixonaga borish, to'lovlarni amalga oshirish, uy yumushlarida yordam berish kabi xizmatlarni bajarishi mumkin. Ko'pchilik buni pul emas deb qadrlamaydi. Lekin o'ylab ko'ring, agar pensioner har safar taksiga pul sarflasa, navbatda qiynalsa, dori noto'g'ri olsa, bu ham sog'liq, ham pul yo'qotishidir. Ijtimoiy xizmat bevosita naqd pul bermasa ham umumiy xarajatni kamaytiradi. 7-nozik jihat, sanatoriy va reabilitatsiya yo'llanmalari. Surunkali kasallik bor pensionerlar ba'zan yillab sanatoriyga borish huquqini tekshirmaydi. Albatta, navbat tibbiy ko'rsatma va tartib bor. Lekin agar sizga tibbiy reabilitatsiya kerak bo'lsa, oilaviy poliklinikadan, tibbiy komissiyadan va tegishli ijtimoiy himoya organidan so'rang. Xususiy sanatoriyga o'z hisobingizdan borish millionlab so'm turishi mumkin. Davlat yo'llanmasi esa katta tejash beradi. 8-nozik jihat. Isitish xarajatini faqat ko'proq gaz yoki elektr yoqish bilan hal qilib bo'lmaydi. Ba'zan eng katta tejash uy ichidagi issiqlikni saqlashdan keladi. Deraza tirqishlarini yopish, eshik ostini zixlash, eski simlarni tekshirtirish, elektr isitgichdan xavfsiz foydalanish, isitish moslamasini to'g'ri joylashtirish, xonani butun uy bo'yicha emas, yashayotgan joy bo'yicha isitish katta farq qiladi. Masalan, pensioner 2 xonali uyda yolg'iz yashasa, butun uyni bir xil isitish o'rniga ko'proq foydalanadigan xonasini issiq saqlashi mumkin. Bu sog'liqni xavfga qo'ymasdan xarajatni kamaytirishga yordam beradi. Lekin gaz plitasida uy isitish, nosoz pech ishlatish, qo'lbola elektr isitgich ulash juda xavfli. Tejamkorlik degani xavfsizlikdan voz kechish emas. Endi men aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi. Nogironlik bo'lsa, tegishli hujjat. Tibbiy xulosalar, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, dorixona cheklari, kommunal to'lov kvitansiyalari, uy-joy hujjatlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga soling. Farzandlar yoki nevaralar bo'lsa, telefoniga rasmini olib qo'ysin. 2-qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Mahalladagi mas'ul xodimga vaziyatingizni umumiy emas, aniq tushuntiring. Pensiyam yetmayapti deyish yetarli emas. Pensiyam shuncha, kommunal to'lovim qishda taxminan shuncha bo'ladi. Dori-darmonga oyga shuncha ketadi. Yolg'iz yashayman yoki menga real yordam beradigan odam yo'q. Qish mavsumida yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy xizmat olish imkoniyatimni o'rganishingizni so'rayman deb ayting. Aniq raqam bo'lsa, masala jiddiyroq ko'riladi. 3-qadam, yozma ariza qoldiring. Arizada ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya miqdori, asosiy xarajatlaringiz, sog'lig'ingiz, yashash sharoitingiz va so'rovingiz ko'rsatiladi. Masalan, mening oilaviy va moddiy ahvolimni o'rganib, qish mavsumi uchun kommunal xarajatlar, dori-darmon, oziq-ovqat yoki boshqa ijtimoiy yordam turlaridan foydalanish
huquqim bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam poliklinikaga boring. Oilaviy shifokorga doimiy kasalliklaringiz, dori xarajatlaringiz, reabilitatsiya yoki sanatoriy ehtiyoji haqida ayting. Sizga bepul yoki imtiyozli dori berilishi mumkinmi? Nogironlik belgilash yoki qayta ko'rikdan o'tish zarurmi? Reabilitatsiya yo'llanmasi olish tartibi qanday? Bularni yozib oling. Shifokordan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat kerakligini aniq so'rang. 5-qadam kommunal tashkilotlardan hisob-kitobni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni bilib oling. Oxirgi qarzdorlik, oxirgi to'lov, hisoblagich ko'rsatkichi, tarif va imtiyozlar bor yo'qligini tekshiring. Agar sizga tushunarsiz qarz chiqsa, qaysi davr uchun hisoblanganini yozma ko'rsatib bering deb so'rang. Ko'pincha odamlar qo'rqib darrov to'laydi, lekin avval tekshirish kerak. 6-qadam ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Hududingizdagi ijtimoiy himoya mas'ullari orqali yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar, parvarishga muhtoj pensionerlar, moddiy yordamga muhtoj oilalar uchun qaysi xizmatlar borligini so'rang. Bu yerda asosiy savol shunday bo'lishi kerak. Mening holatim bo'yicha qaysi yordam turlariga ariza berishim mumkin? Bitta yordam chiqmasa boshqasi chiqishi mumkin. Masalan, naqd moddiy yordam bo'lmasa ijtimoiy xizmat, oziq-ovqat yordami, reabilitatsiya, dori yoki kommunal masalada ko'mak bo'lishi mumkin. 7-qadam hujjatlardagi xatolarni tuzating. Propiska, oila tarkibi, haqiqiy yashash joyi, pensionerning yolg'iz yashashi, farzandlarning alohida yashashi kabi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar tizimda siz bilan birga yashamayotgan odamlar ko'rinayotgan bo'lsa, buni aniqlashtiring. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, mahalla dalolatnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar farzandlaringiz yordam bermayotgan bo'lsa, holat o'rganilishi kerak. 8-qadam hamma xarajatni yozib boring. Bir oy davomida pensiya qancha tushdi? Kommunalga qancha ketdi? Doriga qancha ketdi? Oziq-ovqatga qancha ketdi? Qarzga qancha ketdi? Barchasini oddiy daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. Bu nafaqat yordam olish uchun, balki o'zingizning budjetingizni tushunish uchun ham kerak. Ko'pchilik pensionerlar pul qayerga ketayotganini aniq bilmaydi. Aniq hisob bo'lsa, qaysi xarajatni kamaytirish, qaysi yordamga murojaat qilish kerakligi ko'rinadi. 9-qadam farzandlar va yaqinlar yordam berishi kerak. Men bu yerda pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlariga ham murojaat qilaman. Onangiz yoki otangiz men o'zim boraman desa ham birga boring. Hujjatni telefonga rasmiga oling. Ariza yozishga yordam bering. Kommunal hisoblarni tekshiring. Shifokor bilan gaplashing. Bir kun vaqt ajratsangiz, ota-onangiz qish davomida 100 minglab, ba'zan millionlab so'm tejashi mumkin. 10-qadam javobni kutib jim o'tirmang. Ariza berganingizdan keyin qachon javob bo'lishini so'rang. Murojaat ro'yxatga olinganmi? Kim ko'rib chiqadi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Bularni aniqlang. Agar rad javob bo'lsa, sababini so'rang. Sizga chiqmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Nima uchun chiqmaydi? Qaysi mezon bo'yicha? Qaysi hujjat yetishmayapti? Daromad oshib ketganmi? Oila tarkibi sababmi? Shu savollarga javob olmasangiz, keyingi qadamni bila olmaysiz. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensionerlar qish mavsumiga faqat sabr bilan emas, hujjat, hisob-kitob va o'z huquqlarini bilgan holda tayyorlanishi kerak. 2.500.000 so'mgacha tejash ayrim oilalarda kommunal kompensatsiya, moddiy yordam, dori-darmon imtiyozi, ijtimoiy xizmat, sanatoriy yo'llanmasi. Noto'g'ri qarzlarni qayta hisoblatish va qishki xarajatlarni to'g'ri boshqarish hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Hamma holatda ham bir xil summa chiqadi deb aytmayman. Lekin men aniq aytaman. Tekshirmagan odam imkoniyatni yo'qotadi. Ariza bermagan odam javob olmaydi. Hujjatini tartibga keltirmagan odam ko'pincha tizimda noto'g'ri ko'rinadi. Shuning uchun bugunoq papkangizni tayyorlang. Mahallaga boring. Poliklinikadan so'rang. Kommunal hisoblarni tekshiring va yozma murojaat qiling. Izohlarda yozing, sizning hududingizda pensionerlarga qish mavsumi uchun qanday yordamlar berilyapti? Kimdir kompensatsiya yoki moddiy yordam oldimi? Qaysi hujjatlarni so'rashdi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga juda katta yordam bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam qishda ancha yengil nafas olishi mumkin.